Guten Tag, liebe Deutschlernende. Wir sitzen fort, die deutsche Sprache weiter zu lernen. Assalomu alaykum nemis tili o'rganuvchilar. Sizlar bilan nemis tilini o'rganishda davom etamiz. Unser heutiges Thema heißt kein Problem, ich habe Zeit. Bugungi mavzuyimiz muammo yo'q, mening vaqtim bor deb nomlanadi. Bugun sprechen gapirish qismida siz bilan sich verabreden kelishib olish. Hast du am Nachmittag Zeit? Bugun vaqting bormi? Einen Vorschlag machen und darauf reagieren. Taklif berish va unga munosabat bildirishni o'rganamiz. Gehen wir ins Kino. Kinoga boramizmi? Lesen o'qish qismida SMS o'qiymiz yoki chat o'qiymiz. Schreiben da yozuv qismida taklifnoma Einladung yozamiz yoki Absage rad qilish xatini yozamiz. Wortfelder yangi so'zlarimiz Tageszeiten kunning qismlari, Wochentage hafta kunlari, Uhrzeiten soat vaqtlar, Freizeitaktivitäten bo'sh vaqt faoliyatlarini o'rganamiz. Grammatik ya'ni grammatika qismida fe'llarning gapdagi o'rnini ko'rib chiqamiz. Heute Abend habe ich keine Zeit. Bugun oqshom meni vaqtim yo'q. Temporale Präpositionen paytni ko'rsatuvchi predloglardan am va predloglarini ko'ramiz. Sehen Sie das Foto an. Was schreibt Karina? Was meinen Sie? Birinchi topshiriqimiz shunday. Rasmga qarang. Karina nima yozyapti? Nima fikrdasiz? Bu yerda fikr bildirayotgan paytingizda o'sha doimiy signal so'zlarimiz ich denke, ich glaube, meiner Meinung nach, ich meine deb boshlashingiz mumkin. Davom etamiz. Manuel oder Jonas? Manuelmi yoki Jonas? Was sagt Manuel, was sagt Jonas? Hören Sie und ordnen Sie zu. Manuel nima deyapti? Jonas nima deb aytyapti? Tinglang va tartibga keltiring. Demak, audio materialni tinglab olamiz. Lektion 8. Kein Problem. Ich habe Zeit. Aufgabe 2a. So, Ihr Milchkaffee. Vielen Dank. Bitte schön. Hallo Manuel. Gut? Ins Schwimmbad. Heute Nachmittag. Naja, warum nicht? Um 4? Ja, okay. Ja, tschüss. Hey Jonas, wie geht's? Was machst du so? Ins Kino? Hey, super Idee. Wann denn? Heute Nachmittag. Um 4? Nein, kein Problem. Ich hab Zeit. Bis dann. Tschüss. Mana audio materialni tinglab oldik. Kimlar nima deganligini aniqlashtiramiz. Birinchi gapimiz gehen wir ins Schwimmbad. Basseynga, ko'mirish havzasiga boramizmi? Deb buni Manuel taklif berdi. Gehen wir ins Kino. Kinoga boramizmi? Deb buni albatta tinglagan bo'lsangiz Jonas taklif berdi. Heute Nachmittag um 4. Bugun tushdan keyin soat 4 da degan narsani ikkala yigit ham taklif berdi. Ko'rgan bo'lsangiz, eshitgan bo'lsangiz, bu yerda telefondagi Karina qizimiz ikkalasiga ham ha degan javobni berdi. Ana endi B topshiriqqa o'tamiz. Karina hat ein Problem. Karinada endi muammo bor.
Was macht sie jetzt wohl? U endi nima qiladi? Bu yerda ham o'zingiz fikringizni, demak, mana ich glaube deb bildirasiz. Ich glaube, sie geht mit Manuel ins Schwimmbad. Meni o'ylashimcha, u Manuel bilan basseynga boradi. Ikkinchi fikr esa nein, das glaube ich nicht. Men bunaqa deb o'ylamayman. Ich glaube, mening o'ylashimcha deb turib, yana o'zingizni fikringizni aytsangiz bo'ladi. Bugungi mavzuyimizning yangi so'zlari kino va kinoteatr. Das Kino deb aytiladi. Das teatrimiz esa teatr. Das Museum muzey. Das Café kafe. Die Ausstellung ko'rgazma. Die Disco diskoteka. Das Schwimmbad cho'milish havzasi basseyn. Das Konzert konsert. Die Kneipe qahvaxona. Das Restaurant restoran va die Bar bar. Was ist richtig? Lesen Sie die SMS und kreuzen Sie an. Nima to'g'ri? SMSni o'qing va belgilang. SMSda ko'rib chiqamiz. Hallo Manuel, leider habe ich doch keine Zeit. Wir sehen uns aber bald. Okay? LG Karina. Salom Manuel, afsuski bugun vaqtim yo'q ekan. Biz keyinroq lekin ko'rishamiz. Bo'ladimi? Demak, LG Karina deganini birozdan keyin siz bilan pastda nimaligini bilamiz. O'ng tomonda sehen fe'lini birinchi, ikkinchi, uchinchi shaxs birlikda tuslanishini ko'rib turibsiz. Sehen bu ko'rmoq fe'li. Ich sehe desak, men ko'rayapman. Du siehst, sen ko'rayapsan. Sie sieht, u ko'rayapti. Ikkinchi, uchinchi shaxs birlikda o'zagidagi e harfi ie ga o'zgarib ketdi. Karinaning qaysi gapi to'g'ri, ya'ni qaysi gap Karinaga tegishliligini aniqlab olamiz. Masalan, Karina geht heute Nachmittag mit Manuel ins Schwimmbad. Karina geht heute Nachmittag nicht mit Manuel ins Schwimmbad. Demak, to'g'ri javobni topib turibsiz, chunki bu yerda Manuelga bora olmayman, vaqtim yo'q degan javobni aytdi. Shuning uchun biz ikkinchi javobni, ya'ni Karina bugun tushdan keyin Manuel bilan cho'milish havzasiga bormaydi deb aytamiz. Va ana endi yuqorida aytganimizdek, SMSimizdagi LG harfi nimani qisqartmasligini bilamiz. Liebe und Grüße, sevgi va salom degan ma'noni bildirmaydi. Liebe Grüße degani sevimli salom degan ma'noni bildiradi. O'shani qisqartmasi esa LG hisoblanadi. Pastdagi grammatikaga o'tamiz. Nemis tilida fe'llarning qat'iy o'rni bu ikkinchi o'rin hisoblanadi. Gapda kesim ikkinchi o'rinda keladi. O'zbek tilida esa kesim gapning eng oxiriga o'tib ketadi. Nemis tilida esa uning asosiy o'rni ikkinchi o'rin hisoblanadi. Ega yoki ikkinchi darajali bo'laklar o'rnini almashishi mumkin. Masalan, ich to'g'ri so'z tartibli gaplarimizda birinchi o'rinda keladi. Habe kesim sifatida ikkinchi o'rinda. Leider keine Zeit, afsuski vaqtim yo'q. Ya'ni mening bugun vaqtim yo'q degan ma'noda, afsuski vaqtim yo'q degan ma'noda kelyapti. Endi leider afsuskini birinchi o'ringa chiqaramizda, egamiz endi o'z-o'zidan uchinchi o'ringa o'tib qolyapti. Teskari so'z tartibli gaplarimizda ham farqi yo'q. Kesim doimo ikkinchi o'rinda keladi. Leider habe ich keine Zeit. Afsuski mening vaqtim yo'q. Demak, to'g'ri so'z tartibida mening afsuski vaqtim yo'q edi. Teskari so'z tartibida esa afsuski mening vaqtim yo'q degan gap tarjimasi chiqadi. Was macht Ihr Partner heute Nachmittag? Sizning sherigingiz bugun tushdan keyin nima qiladi? Schreiben Sie Karten, kartochkalar yozing. Verwenden Sie die Wörter aus dem Bildlexikon der Lektion 7 und 8. Demak, tepada berilgan lug'atimizdagi 7-8 darslarning so'zlaridan foydalanib kartochkalar yozing va ulardan foydalaning deyilyapti.
Demak, muzeum desak muzey, ma'lan degan so'zni olib, shular yordamida nimalar qilishini suhbatlashishingiz mumkin. Mana endi Bda uni aynan o'shani o'zini ko'rsatyapti. Sehen Sie eine Karte. Bitta kartani yoki kartochkani torting und antworten Sie va javob bering. Muloqotda ishlatilgan so'zlarimiz. Hast du heute Nachmittag Zeit? Bugun tushdan keyin vaqting bormi? Nein, leider nicht. Yo'q. Afsuski yo'q. Yoki boshqacharoq aytishimiz mumkin. Nein, ich habe leider keine Zeit. Afsuski, mening vaqtim yo'q. Uni so'z tartibi o'zgargan holatdagisi Nein, leider habe ich keine Zeit. Yo'q, afsuski mening vaqtim yo'q. Yana savol berish mumkin. Warum nicht? Nimaga endi yo'q? Endi asos keltiramiz. Heute Nachmittag gehe ich ins Museum. Bugun tushdan keyin men muzeyga boraman. Ich gehe heute Nachmittag ins Museum. Bunda to'g'ri so'z tartibi ketyapti, ya'ni mendan boshlanyapti. Bugun men tushdan keyin muzeyga boraman. Yoki boshqacha variant, heute Nachmittag male ich. Bugun tushdan keyin rasm solaman, rasm chizaman. Keyingi ma'lumotga o'tamiz. Konsert so'zimiz sredniy rod, buni artikli das. Konsertga degan paytimizda dasni ishlatmasdan to'g'ridan-to'g'ri ins ga degan ma'noni bildirish uchun shu predlogni va artikelni qo'shib yuborishimiz mumkin. Lekin jenskiy roddagi artikellarda esa birikish xususiyati yo'q. In eine Ausstellung yoki in die Ausstellung ko'rgazmaga deb aytamiz. Demak, sredniy rodlar predlog bilan birikib ketish xususiyati ko'proq ekan. Wie spät ist es? Soat nechi bo'ldi? Hören Sie und ergänzen Sie vor oder nach. Tinglang va ularni takam va o'tdi degan so'zlari bilan to'ldiring. For deganimiz demak takam degan ma'noni bildiradi. Nach esa o'tdi deb ishlatiladi bizda soatlarda. Nemis tilida nach predlogi boringki biron bir soatdan 1 daqiqadan toki 29 daqiqa o'tguncha nachdan foydalanamiz. 31 dan va bitta kam qolguncha esa for takam ma'nosida ishlatiladi. Lekin nemis tilida suhbat yoki og'zaki tilda ishlatilgan soatlarni aytish bor va rasmiy radio va televideniyada aytiladigan soatlar bor. Shunga e'tibor berasiz. Masalan, 5:30 5:30 bo'ladigan bo'lsa, radio televideniyada 5:30 soat 5:30 deyiladi. Bu yerda esa 5:30 deb og'zaki tilda aytilishi mumkin. Audio materialni tinglab olamiz. Aufgabe 5a 1. Wie spät ist es? Es ist 5:30. 2. Wie spät ist es denn? Es ist 9:45. 3. Du, Anna, wie spät ist es? Es ist 3:20. 4. Wie spät ist es jetzt? Es ist jetzt 7:45. 5. Wie spät ist es, Jutta? Es ist 11:05. Mana biz og'zaki tilga xos bo'lgan soatlarni aytishni tinglab oldik. E'tibor beradigan bo'lsangiz, og'zaki tilda 12 soatlik tizimdan foydalanadi. Radio va televideniya tilida esa 24 soatlik tizimdan foydalanadi. O'ziga xosligi og'zaki tilda bizda oldin daqiqalar, keyin soat kelsa, rasmiy tilda esa oldin soat, keyin esa daqiqalar beriladi. Soatlarni aytish bo'yicha to'liqroq ma'lumot olaman desangiz, Telegram va YouTube'dagi kanallarimizda bemalol video tarzida ko'rib borishingiz mumkin.
Demak, e'tibor bersangiz, mana yashil yozuvda nimaga bunday qildik? Viertel deganimiz bu chorakni bildiradi. For esa takam dedik va sen 10. Ya'ni 15 takam 10 bo'lishi uchun yoki chorak ham 10 bo'lishda shuni aytamiz. 15 degan ma'noni bildiradi viertel, ya'ni chorak. 20, ya'ni hali 29 daqiqagacha bor yoki 25 daqiqa o'tguncha bor. Unday holatlarda ham 20 nach 3, ya'ni 3 dan o'tdi 20 daqiqa deb aytsak bo'ladi. 5 vor halb 8. Bu juda ham qiyin aytilish holatlaridan biri. 5 takam 7,5. Buni o'zbek tilida ham juda ham kam ishlatamiz. Aslida 7 ni 25 o'tdi deb qo'ya olamiz. Va 5 nach halb 11, 10,5 dan 5 daqiqa o'tdi. Undan ko'ra biz 10:35 deb qo'ya olamiz. Rasmiy tilda buni qiyinchiligi yo'q. Demak, soatni aytasiz va qancha daqiqa o'tganligini qo'llashingiz mumkin. Was macht Manuel heute Nachmittag? Bugun kechqurun yoki bugun tushdan keyin Manuel endi nima qiladi? Bilasiz, Karina demak onasi bilan kinoga boradigan bo'lganda Manuel endi nima qiladi? Manuelni yozishi bo'yicha was machst du heute Nachmittag? Bugun tushdan keyin nima qilasan deb Tami 92 linkidan yoki nickname'dan so'rayapti, u ham javob beryapti. Weiß ich noch nicht. Hali bilmayman. Lust auf Schwimmbad. Basseynga borishni xohlaysanmi? No, keine Lust. Yo'q, xohishim yo'q. Demak, mana bu no degan so'zimiz nein so'zini og'zaki tilda ishlatsa bo'ladigan shakli. Gehen wir ins Kino. Kinoga boramizmi? Gute Idee. Wann denn? Yaxshi g'oya. Qachon o'zi? 2, 4 oder 6. 2da, 4da, 6da. 6 Uhr ist zu spät. Soat 6 juda ham kech. Heute Abend habe ich keine Zeit. Bugun kechqurun vaqtim yo'q. Gehen wir 4. 4da boramizmi? Okay, dann bis 4. Bo'pti, unda 4gacha. Ya, bis dann. Bo'pti, o'shangacha. Demak, bularning suhbatini tingladik. Endi grammatik jihatdan e'tibor beradigan narsamiz bizda predlogi soatlardan oldin kelgan paytda bizda da degan ma'noni bildiradi. 3 Uhr desangiz, soat 3da. Halb 4, soat 3:30da. Demak, har qanday soatni oldidan aniq bir da degan qo'shimcha bilan aytmoqchi bo'lsangiz, siz predlogidan foydalanasiz. Ma'lumot uchun keyingi fe'limiz berilyapti. Wissen. Wissen bu bilmoq. Aynan sizdagi bilim ko'nikmaga nisbatan ishlatiladi. Ich weiß desangiz, men bilaman. Buni tuslanishi xuddi modal fe'llarga o'xshaydi. Ya'ni bizda presence'da o'zi ye olish kerak edi, lekin bunda bunday holat emas. Ich weiß, men bilaman. Du weißt, sen bilasan. Sie weiß, u biladi degan ma'noni anglatadi. Demak, wissen fe'li tubdan o'zgarib ketdi birlikda. Birinchisi, Manuel und Tamara gehen ins. Bizda javobni o'zimiz yozishimiz kerak. Manuel va Tamara borishadi. Demak, ins kino. Kino sredniy rod bo'lgani uchun das artikli insga birikib ketib ins kino dedi. Manuel trifft Tamara heute Manuel Tamara bilan bugun nechida uchrashadi? Demak, ni qo'yganimiz dani bildiradi. Demak, ular kelishganda soat 4 da. Demak, 4 deb aytamiz. Etwas vorschlagen und darauf reagieren. Nimanidir taklifini berish va unga munosabat ko'rsatish. Was passt? Qaysi biri mos keladi? Ordnen Sie zu. Tartibga keltiring. Etwas vorschlagen nimani taklifini berish. Masalan, vielleicht können wir morgen Abend ins Theater gehen. Ehtimol ertaga biz teatrga borarmiz oqshomda. Unga 3 xil holatda reaksiya bildirib javob berishingiz mumkin ekan. Ja klar, ha bo'ladi, aniq. Yoki butunlay rad qilishingiz mumkin. Ich kann leider nicht. Afsuski,
Men ilojim yo'q. Ich gehe, men boraman deb boshqa joyni aytishingiz mumkin. Yoki neytral holatni olmoqchi bo'lsangiz, vielleicht, ehtimol deyishingiz mumkin. Tepada esa bularni bir nechta variantlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, gehen wir ins Kino. Kinoga boramizmi? Gute Idee, yaxshi g'oya. Demak, bu ijobiy javobga kiradi. Tut mir leid, ich habe keine Lust. Afsusdaman, meni xohishim yo'q. Demak, bu butunlay rad qilish. Das weiß ich noch nicht. Hali bilmadim. Demak, bu hali neytrallikda turibdi. Shuning uchun 3-chiga qo'yamiz. Okay, bo'ladi. Demak, bu ijobiy javob. Birinchisiga olsak bo'ladi. Heute Abend habe ich leider keine Zeit. Afsuski, bugun oqshom hech qanaqa vaqtim yo'q. Demak, bu butunlay inkor qilish. Lust auf. Xohishing bormi? Bu esa taklifga kiradi. Etwas vorschlagenga qo'shishingiz mumkin. Am Montagabend spiele ich Fußball. Dushanba kun oqshomda men futbol o'ynayman. Hafta kunlarini davom ettiring deb berilyapti. Demak, bu yerda haftamizdagi 7 kun berilgan, lekin ularning ketma-ketligi tartibi to'g'ri emas. Tagidan esa mana Montag dushanbada birinchi o'rinda, Dienstag seshanba bo'ladi, Mittwoch chorshanba, Donnerstag payshanba, Freitag juma, Samstag shanba, Sonntag yakshanba bo'ladi. Bundan tashqari biz kunlarni bitta kunni bir nechta qismga bo'lamiz, ya'ni ertalab, tush, tushdan keyin degan so'zlarni ham o'rganamiz. Demak, mana bu A rasmda berilgan holat bu morgen, ya'ni der Morgen degani ertalab. B rasmdagi esa der Vormittag, kunning birinchi yarmi, ya'ni tushgacha degan ma'noni bildiradi. S rasmimiz esa der Mittag, bu tush. Biz o'rganib qolganimiz abed. D rasmimiz esa der Nachmittag, ya'ni tushdan keyin. O'rganganimiz abeddan keyin. E harfimiz esa der Abend, oqshom. Va oxirgisi F esa die Nacht, tun degan ma'nolarni bildiradi. Ana endi grammatik qismiga keladigan bo'lsak, wann degan savolimiz turibdi. Wann bu qachon? Hafta kunlarini oldidan va kunning qismlari oldidan doimo am prelogidan foydalanamiz. Bu da degan ma'noni bildiradi. Biroz oldin umdan foydalangandik, u soatlarga nisbatan ishlatilardi. Hafta kunlarning hammasi va kunning qismlariga am prelogidan foydalangan paytimizda dani bildiradi. Masalan, am Dienstag seshanbada, am Abend bo'lsa oqshomda. Istisno holat Nacht Geniskirot, shuning uchun in der Nacht desak tunda degan ma'noni bildiradi. Mein Lieblingstag ist der Mittwoch. Mening sevimli kunim bu chorshanba. Besonders der Abend. Eng yaxshisi yoki asosiysi bu oqshomi. Am Mittwoch Abend tanze ich Salsa. Chorshanba kuni oqshomda men salsa raqsiga tushaman deb aytilyapti. S topshiriqda siz o'zingiz suhbatlar mashq qilishingiz, kelishishingiz mumkin. Buning uchun siz 2 kishi bo'lib 89 va 93 betlarni, ya'ni mention A1 kurs bug'ini shu sahifalardan foydalanib suhbatlashishingiz mumkin. D topshirig'imiz sizga Welcher Tag ist Ihr Lieblingstag? Qaysi kun sizning sevimli kuningiz? Was ist Ihre Lieblingstageszeit? Kunning qaysi payti sizning sevimli paytingiz? Was machen Sie da? Siz nima qilasiz? Demak, mana bu yerdagi berilgan namuna bo'yicha siz ham o'zingizning kuningizni, kunning qismini tanlab turib javob berishingiz mumkin. Schreib training yozuv mashqiga yetib keldik. Demak, bizda abzagen, ya'ni rad qilish kerak ekan. Dastlabki xatni ko'rib chiqamiz. Betref degani aynan mavzusi bugun deyilibdi. Timo komme doch nicht.
keine Zeit, Zina. Timo, kelmayman, vaqtim yo'q, Zina deb yozib qo'yilibdi. Bu xat qanday xat degan ma'noda bizdan so'ralyapti. Demak, bu emailimiz unhoflich, ya'ni do'stona bo'lmagan holatda yozilgan. O'zi norasmiy xat. Endi o'shani rasmiy holatga keltirish uchun yoki chiroyliroq holatga keltirish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda Timo o'rniga lieber Timo, ya'ni sevimli Timo. Ikkinchi o'ringa kelmayman deyish o'rniga leider kann ich doch nicht kommen, afsuski kelolmayman. Keine Zeit o'rniga ich habe keine Zeit, mening vaqtim yo'q. Ana endi bu yerda sal vaqtingiz yo'qligiga ozgina sababni bildirib ketasiz yoki bir taklif berib o'tasiz. Misol uchun, vielleicht können wir morgen Abend ins Theater gehen. Ehtimol ertaga oqshom teatrga borarmiz. To'g'ridan-to'g'ri ismingizni yozib qo'yishdan oldin liebe Grüße, sevimli salom bilan deb turib, keyin ismingizni yozsangiz, bu nisbatan hurmat bilan yozilgan xatga aylanadi. S'da, demak, topshiriqda siz aynan do'stingizni taklif qilar ekansiz unga yoki u sizga yozma tarzda rozilik yoki rad xatini berish kerak. Bunda nimalarga e'tibor berasiz? Liebe yoki lieber. Liebe qiz bolani ismini oldidan, lieber esa o'g'il bolani ismini oldidan keladi. Ya'ni sevimli degan ma'noni bildiradi. Hast du Zeit, vaqting bormi? Am predlogini faqat hafta kunlari, kunning qismlarini oldidan ishlatamiz degandek. Masalan, hast du Zeit am Sonntag, yakshanba kuni vaqting bormi? Yoki bo'lmasa kannst du deb turib, shu payt nimadir qila olasanmi degan ma'nodagi gaplarni aytishingiz mumkin. Markus und Svenja kommen Markus bilan Svenja kelyapti. Soatga nisbatan da, qaysidir soatni yozishingiz mumkin. Zum essen, ovqatlanishga, zum kafe, kofe ichishga. Kommst du auch? Sen ham kelasanmi? Hast du auch Zeit? Seni ham vaqting bormi? Liebe Grüße, sevimli salom bilan, herzliche Grüße esa samimiy salomlar bilan degan yakunni bildiradi. Mana siz bilan bugun grammatikadan nimalarni o'rgandik? Am predlogini hafta kunlari va kunning qismlari oldidan, umni esa soatlar oldidan ishlatdik. Keyin esa verb position im Satz, gapda kesimning o'rnini, fe'lning o'rnini aniqlab oldik. Nemis tilida doimiy kesim ikkinchi o'rinda kelar ekan. Muloqot qismimizda siz bilan kelishib olish, taklif berish va unga munosabat bildirish, kelishishni rad qilish, biron bir vaqtni belgilash va soatlarni aytishni o'rgandik. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. E'tiboringiz uchun rahmat.